üst uçuq muzeyi deb anlaganman, Turpan üst uçuq muzeyiga o'xshaydi balla. Turpanda bir qadim mansanglar, bir qadimda isil tarixiy yer o'xshaydi. Men hozir Turpan shahriga 10 kilometr keldigan qadimiy Yarg'ul kentida. Qaranglar, mana bu qadimiy Yarg'ul kentininki ikkinchi qismi, qaranglar mana o'qish pesgan bo'lsa-mu, lekin ajoyib go'zal ekan. Shu sababli ba'zan sizlarga ko'rsataman. Mayadlik qarindishimiz tug'uylar bir bozor ketayotgan malakkan. Ma'uni mishqilga ekan sanlar. Umbarkan bir narsa saqlaydigan ekan. Chunki Turpan intayin issiq bo'ldi, hammalar bilasan mendimi, yaxshiroq. Qaranglar. Ko'rinishlar go'zalmikan? Men sizlarga Turpanni ko'rsatib qo'yatman qarindoshlar. Ni yalba ko'rsatmagan. Ko'ngli bo'lsa, yaq tursanglar bir raqam yo'lni yutib ko'rasizlar, jo'mo. Qaranglar, bu bayvaychilarning o'ylisi ekan. Burun zamondagi shu Yarg'ul qadimiy kentidagi bay odamlarning uyi shunda bo'ldi ekan. Bir kirib boqaylik, qanchalik bay. Ko'dinglar supini biz Qashqar tarafda supa deymiz, tamga gilamesibdi. Undan keyin mana u tamlarni ko'ranglar, tamni gilab, undan keyin o'yla. Mana u yataq uyi. Qanday ekan? Burun mushtati Turpan. Bizningki yurtlarimiz mushta bo'lgan. Men mush holatni intayin yaxshi ko'rganman. Ma tangna o. Acho yaktak deymizmi? Kiyib olgan kiyim. Men mush holatlarni shuna seg'indim. Burun zamonda qaranglar, mana bu tunur ekan. Igiz tunur bo'lg'achqa pechta qasab qo'yibdi. Men tunurning ishini ko'rib boqaylik, ha. Tunur degan noyabrda aynan shu tunur. Qaranglar, anonki mo challa deymiz, challa. Ya'ni kunni to'sadigan. Mushunga o'xshash go'zal jarayon ko'mak cho'sanglar, meni guvanji qilsanglar, ajoyib yani ko'rsatib qo'ymaslarga.